Assalomu alaykum. Bizni baraka savdomizda ashaddiy muxlislar va biz tasodifiy ko'rib turgan ko'kalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Agar Xudo xolasa bugun yana o'sha o'zlarini tanib yurgan Husanboy ukamizni xonadonlariga yetib kelganmiz. Xo'p, qo'ylar juda serob ekan, qo'ylarni zo'rlaridan o'zimga yoqadigan vobshe cho'tkilarni olib kelibdilar akalar. Xudo xolasa videoni boshlashdan oldin bittadan like tugmasini bosib akalar, podpiska qilib Oshnoqayni gruppalar yoki qarindosh gruppalarga tarqatib tursalar, sizlar olmasalaring ham hop, oldidagi odam bo'lib qolishi mumkin akalar. Sizlar tufayli, biz tufayli bitta narsalik bo'lib qolishlari mumkin akalar. Hop, Xudo xolasa akalar yetib keldik Husanboy ukamizning oldiga. Hozir o'zlari sevgiga qilyaptilar. Xo'p, men gapiryapman akalar, lekin gapirmasam bo'lmaydi. Qo'chqor bitta qo'chqorlari bor ekan. Ko'rib maza qildim. Sizlarga ham ilinamiz. Xo'p, ekran ostida nomerlari bo'ladi. Telefon qilsalaring ishlaringni bitirib berishadi. Akalar, Xudo xolasa. Husanboy, endi va alaykum assalom. Asroraga qo'chqardi, zo'ri keldi. Qo'chqardi zo'ri kelgan. Mashinasi kelgan ekan akalar. O'zim ham ko'rib, qo'chqarni ko'rib bir havas qildim. To'g'risi gapda akalar, mana qo'ydi ko'rib havas qilmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Quloqlarini video oldida o'lchadik akalar. Xudo xolasa 19,5-20 ga yaqin. Uni kalla addenni bir tema ekan akalar. Qo'lingiz sal pastroqqa tushiring, kallasi yaxshi ko'rinmayapti. Mana akalar. Kalla bir addenni tema ekan. Toza o'sha birinchi sort klass variantidan. Xo'p, oldi to'shlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz akalar. Mana. Mana meni qo'lim 25 cm akalar mana. Qo'lni qaranglar. Yetmaydi jonivorni ko'kragiga. Oyoq kastaklariga, uzunliklariga akalar bir qator ahamiyat berib qo'yasizlar. Qo'chqarimizning dumba razrezlari, cho'tki, oyoq kengliklari vobshe zo'r akalar. Uzunligi ham o'ta uzun. Mana bu yoqdan ko'rsataman akalar. Xudo xolasa qo'chqar ideali kelibdi. Husanboy, hop. Hormang endi. Salomatman Asror aka. Charchama yetkazib olib keldingizmi biz obunachilarga? Hop, birinchi partiyamizga bir dona qo'chqor. Bir dona qo'chqar dolasa videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib tursiz, dolasa bundan keyingilarga bo'g'oz sog'liqlarni zo'rlardan kelgan Asror. Obuna bo'lib ham kuzatib tursin ha. Xudo xolasa akalar, Husanboy biz o'zimizga bitta yaxshilik qildilar. 1000 ta bo'lgan kunimiz, Xudo xolasa Husanboy ukamiz o'zlarining bir ehsonlari bor ekan. Xudo xolasa siz obunachilarga bir ehsonlari bor ekan. Endi o'sha paytda yetib kelganda 1000 ta bo'lganimizda, hop hozir 375 ta yetib keldik. 1000 ta bo'lganimizda keyin aytib, videosini qo'yib, chiroyli qilib kuzatishda davom etsa, Xudo xolasa joylaymiz ha. Joylaymiz dolasa. Xo'p, endi qo'yni ma'lumotini berib kelsak, Husanboy aka. Asror aka, bu qo'chqarimiz Qirg'izistondan o'tgan. Qirg'izistondan o'tgan. Yoshligida kelganmi? Ha. Yoshligida o'tgan. Ha, yoshligida kelgan. Xo'p, Qirg'izistondan kelgan Husanboy. Endi xo'p, bu qo'yimizda yosh oyliklari qanaqa? Yosh oylik Asror aka mana. Ekitish yangi ekitishga chiqdi akalar. Yangi ekitishga hali yetkazmabdi qo'chqor. Voy mashalloh. Akalar, lekin bir go'zal narsa ekan, haqiqiy bir go'zal narsa ekan. Orqa oyoq kengliklarini ham qaranglar. Dumbalari pichilmaydi. Raketa dumbadan akalar. Uzunligiga bir ahamiyat berasizlar. Uzunligiga ham bir ahamiyat berasizlar akalar. Xo'p, mana quloq joylashuvlariga, sal kallasi pastroq tursangchi. Mana quloq joylashuvlariga, ko'zdan pastda. Xo'p, mana kastaklarni aytib o'tdik akalar. Qo'chqorimiz, xo'p. Husanboy, endi bitta narsada katta qo'y ham, kichkina qo'y ham mas telefonimizga chiqadi. Kichkina qo'y katta ko'rinadi, katta qo'y kichkina ko'rinadi. 1 metrli o'tib ketamiz ha buni ha? Metrlaymiz. Mana akalar, Xudo xolasa eurometrimizda. Qo'lni qo'yingchi, Husanboy. 1 metr. 1 metr ekan akalar. Yerdan o'lchaganimizda mana. Mana yerdan o'lchaganimizda metrda 1 metr akalar. Xo'p, uzunligini bir qator o'lchasak. Uzunligi akalar mana 1 metrga olaver ekansizlar, Husanboy. 1 metrga olasiz. Uzunligiga ham 1 metrga olasiz, ha?
Bo'yiga ham, uzunligiga ham 1 metrga olishsin. Xo'p. Qosh qovoqlarni qaranglar akalar bir. Usmonboy, Asrar aka. xo'p, buni narxini qo'ymaymiz dedingiz. Telefon qilishsa, kelishtirib yetkazib berasiz. Akalar, menga o'zimga ham aytildi. Xo'p, buni narxini telefon qilsa kelishtirib beraman deysiz. Buni sababiki akalar, bu toza birinchi sort, toza narsa baribir qimmat bo'ladi. Shuning uchun hozir biz narxini qo'ysak, bizning kanalimiz hali yangi. Nimaga hozir bu narxini qo'yadigan bo'lsak, bir ikkita qo'ydi tushunmaydigan obunachilarimiz ham bor. Aytib qolishlari mumkin. Buni narxiga ot beradi-yu, mol beradi-yu deyishlari mumkin, lekin akalar qo'ydi tushungan odam, o'zi ras oladigan odam bir martada telefon qilib qo'ydi barakasini olib qo'yishadi. Husanboy aka, Xudo xolasa bozoringizni bersin. Lekin Qo'chqorga haqiqatda o'zim ham ishqiboz bo'ldim. Bir o'sha yoqdan bir yurgizib ham ko'raylik-a. Akalar, ana jonivor. Sekin. Mana jonivor. Qo'chqorimiz ham Qo'chqor akalar. Xudo xolasa endi bu yoqqa ham yurgizib qo'yaylik, orqasidan ham ko'rsataylik. Mana akalar. Qo'chqorimiz ham Qo'chqor ekanda. Jonivor. O'ta mashinani sevgan akalar. Xudo xolasa tavsiya qilaman. Telefon qilib ulgurib qolib, aloqaga chiqib akalar, olinglar. Xudo xolasa bundan yaxshi qo'zlar tushirib, maza qilib foydalaninglar. Xudo xolasa endi ikkinchi partiyamizga o'taveramiz akalar. Ikkinchi partiyamizga sololar, ha? Sololar, bo'g'oz Qirg'iziston bo'g'oz sololari bor. Qirg'izistonda bo'g'oz sololari bor. Xo'p. Akalar, mana ikkinchi partiyamizga afg'on soliq so'raganlar bormi? Mana afg'on soliqda o'ta mushnis kelgan ekan. Xo'p akalar, esimizdan chiqib qolibdi. Sizlar qayerda olyapsizlar? Qaysi Namangan viloyatidan, qaysi tumandan olyapsan deb ko'pchilik so'rashyapti ekan. Manzilni ham to'liq aytib keting deb so'rashyapti ekan. Avvalambor uzr. Xo'p akalar, biz Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Xo'p, bizning aybimiz nimaki, yangi blogerimiz, yangi boshladik akalar, xudo xolasa. Aybga yurmaysizlar. Xudo xolasa akalar, o'sha Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ini o'zi ko'pchilik biladi, optimchilar qishlog'i. Shu yerga kelsalaring, misol biz orqali kelsalaring ham bizda qo'y yoqmay qolib, boshqa agar ko'rsatadigan bo'lsalar, aka mana shu qishloqdan chiqib ketmasdan ishlaring bitirib ketkizamiz akalar. Xo'p, Husanboy, ikkinchi partiyamizga afg'on soliq, ha? Afg'on soliq. Afg'on soliqda mana akalar o'ta yoppa dumba emas. Ushlab turingchi makkam. Mana razrezlari bor akalar. Mashina kelgan ekan. Razrezlari ham cho'tki. Xo'p, mana pichilib ketmaydi, boshqa qilmaydi. Xo'p, bo'g'oz soliq, ha? Bo'g'oz soliq. Bo'g'oz soliq. Xo'p, akalar mana ikkinchi partiyamizga shu afg'on soliqda bo'g'ozdan kelibdi. Xo'p, Husanboy, Asrar aka. buni soni 1 dona ekan, ha? Mana 1 dona. Soni 1 dona. Xo'p, olib, akalar, xudo xolasa olib, bolasini olib maza qilib yuringlar. Buni oldi korpus tomonlarini ham qaranglar. Tushlari bo'rtib chiqib ketgan. Kalla oshlari toza oq yuz. Quloq oshlarini qaranglar akalar. Mana. Qulog'i ham shu 18 oshiq. Xotirjam o'lchab olarsizlar. Qirg'iziston, toza Qirg'iziston birkada. Mana 11.38. 11.38. Hop. Birkasiga telefon qilyapmiz desalaring, o'sha afg'on soliqqa telefon qilyapmiz desalaring, ishlaringni bitirib beradi ukamiz. Xudo xolasa. Husanboy, endi buni ma'lumotini beradigan bo'lsak, Ma'lumotni beradigan bo'lsa, Asrar aka, bu 4 ish. 400 so'mlik. Soliq. 400 so'mlik. Xo'p, qani tishlarni ham ochib ketamiz, ha? Mana Asrar aka. Akalar, 400 so'mlik, aha. 400 so'mlik, bo'g'oz so'mlik, ha? Bo'g'oz, dolasi. Bo'g'oz so'mlik. Akalar, mana ko'pchilik orqasidan ko'rsatadi yelini. Men mana akalar, oldindan ham ko'rsatib qo'yaman. Yellar solib, tug'ishga yaqin. Qorinlarni qo'zg'ab qo'ygan. Qorinlar qo'zg'agan. Xo'p, buni ham bir parametrlarni o'lchab o'tkazsak, ha? Mana akalar, yerdan makam ushlab turing. Mana akalar. Qo'lingiz qo'yingchi. Realni bo'lsin. Mana akalar, necha chiqqan bo'lsa shunga olishaveradi, ha? Necha chiqqan bo'lsa shunga olishasiz. Necha chiqqan bo'lsa 90 ga olishaveradi. Xo'p. Husanboy, endi buni narxiga kelsak, Husanboy, Narxini Asrar aka boladan qilib tortishmaydan qilib aytaman dolasi. baribir so'rayman. 9 million so'mga yetkazib beraman Asrar aka. Yo'q, endi qo'lingizga to'g'risi gap Husanboy, yaxshi narsalar kelyapti-yu.
Sen narxini yo'lida qo'ysangiz, xudo xolos o'tgan partiyalar sotib tugatdingiz a? Sotib tugatdi Asrar aka. Yangi partiyalar kelgan. keldi. Yangi partiyalar akalar ko'rdim. O'ta mo'shni, o'ta yaqin bo'lgan so'lovlar kelgan. Akalar oxirigacha ko'rib tursalaring, sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Xo'p, Husanboy, endi buni 9 million deb turibman. Yo'lida qilib so'rayman, xudo xolosda chiroyli qilib. Men nimaki buning ichida men ham yuraman, bilaman narx-navosini. To'g'ri Asrar aka. Xo'p, Husanboy 8 million so'm pul sanashadi, dastavkasi bilan yetkazib olib berasiz. Dastavkasi besplatni. Dastavkasi qanchaga besplatni qilib berasiz? Yo'lasa Samarqandgacha yetkazib beraman. Kelishib qolsa undan ham yetkazib beraman Asrar aka. Kelishib qolsak, unda Samarqandgacha besplatni unda yo'q kelishilgan holda. Shunday Asrar aka. Xo'p, Husanboy 8 million so'mga dastavkasi bilan Samarqandgacha yetkazib berasizmi? Dangal o'tmay bo'lsa. 8 million 900 ming berishsin Asrar aka. 100 ming aytsangiz biz so'ramay qo'ramiz, Husanboy. Bo'pti 200 ming Biz 200 ming qo'shib beramiz. Biz ham 100 ming so'ragan ijol qildik. mana 8 million 800 ming yengil Asrar aka. Yo'q, yana tushib berasiz. 8,5 pastda gapiring. Yo'q Asrar aka 8,5 past ish bitmaydi. 8,5 pastda. Yo'q Asrar aka. 8 million 300 ming so'm berasizmi? Asrar aka. Siz ham o'tingda. Mana 8 million 700 ming berishsin bo'pti. Yo'q, 8,5 ham to'g'ri. Asrar aka. Bo'lmaydi. Gapni eshitib turing. Oxirgi gap 8 million 400 ming so'mga Samarqandgacha dastavkasi bes bilan yetkazib olib berasiz. 8 million 700 mingga yengiladi Asrar aka. Yo'q, 8 million 700 ming yo'qlar. Husanboy, dangal o'ting. Ya videoni o'chiraverman. 8,5 millionga olishsin mana. Ha, baraka akalar mana 8,5 million so'mga nima deysizlar ana?